to'xtab turinglar, hozir men kattasi bor. Rostdan ham qoqib tushaman dedi u. Chiroyli uy qurish oson emas, lekin chiroyli bog' yaratish undan ham qiyin, chunki bu san'at asari. Bugun men sizlarga qo'lingiz darajasini tezda ko'tarib beradigan 4 ta elita daraxt bilan tanishtiraman. Masalan, birinchisi Magnolia grandiflora. Qo'lingizga haqiqiy hashamat kerakmi? Unda Magnolia, uning yirik oq gullari va yaltiroq barglari yilning 12 oyida bu xonadonda did bor deb aytib turadi. Haqiqiy hovli malikasi. Ikkinchisi qizil yapon zarangi. Barcha qo'shnilardan ajralib turishni xohlaysizmi? Unda qizil bargli zarangi tanlang. Bu daraxt ixcham bo'lsa ham, landshaftda shunday olovli rang beradiki, qo'lingiz san'at asariga aylanadi. Uchinchisi, men o'zimni eng yaxshi ko'rgan o'simligim Ilex Nelly Stevens. Yil davomida yashil, zich va qimmatbaho ko'rinishda o'sib turadigan o'simlik kerak bo'lsa, bu eng zo'r tanlov. Shunaqa dumaloq yoki konussimon shaklda o'sadi. Qishda esa qip-qizil hamda chiroyli mevalari premium atmosferani berib turadi. To'rtinchisi Prunus pisardi. Bu chiroyli, ixcham, dekorativ daraxtlardan biri. To'g'ri, hozir dekabr oyida barglarni to'kish jarayonida, erta bahorda shunaqangi chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Qaranglar, barglari qip-qizil bo'lib turibdi. Barglarni chiqarishdan oldin shunaqangi chiroyli pushti gullarni chiqazib, xushbo'y ifor taratadi. Ko'rib turganingizdek, har bir o'simlikning o'z xarakteri bor. Flowers Gardenga tashrif buyuring va qo'lingizga fayz kiritadigan o'simliklarni birgalikda tanlaymiz. Bundan ham yaxshi maslahatlar uchun Flowers Gardenga obuna bo'lib qo'ying.